Aka Burama xo'rozlar nechi pul ekan Burama xo'rozlar? 250 kam bor ekan. Kaptan nechi pul ekan kaptan? 100 ming so'mdan. Hovuz kaptan. Bularchi bular uka? 350 ming so'm ikkalasi. Tog'a tovuqlar nechi pul ekan bular? Xo'rozlar 160 dan saylab olar ha? Xo'rozlarmi? 160 ming. Dur, qilaman bir Mana ikki urg'ochi, mana urg'ochi, mana urg'ochi, yana mana bu maydasi urg'ochi. bitta erkak, ikkita urg'ochi, oq maydasi urg'ochi. 250 makyonlari 350 450 350 mana. Bular semiz narsa, anaqa 300 dan deyapti, arab. Ha, endi makyan nechi pul ekan? Mana o Kattagina xo'roz 160 ming beraman. Shunisi 160 ha? Yaxshi cho'nti xo'roz. Dollar bor. Qoralarchi? Qora xo'rozmi? Ha, 100 mingga. 100 mingmi? 100 ming. Sog'lom ha? Garantiya ular. Cho'ldan kelgan bular mirsol. Katta qizillarchi xola? Katta qizlar 200 ming, 180 ming tushib beramiz. Oqlarchi? Oqlar 100 ming. Xo'rozmi? 65 ming. Katta Nechi pul ekan xola? Tug'adigan tovuq ha? Oqlarichi? Oq xo'rozlar. Xo'rozlar 100 ga bor, 120 ga bor, 85 dan bor. Shundan yapganimiz o'ylaymiz. Ko'rdinglar kasallikni o'ylaymiz. Sog'lom ha? Sog'lom ichine deb. Mana xo'rozlarga qarasang. Sog'lom xo'roz buni o'day bo'ladi. Qara. Oldiga borib kelay. O'zimiz jaylari bo'ladi. Nechi pul ekan mana shunisi? 80 dan beraman, bermaganman. 1,5 kilo. Lekin sog'lom chaypa kiyim etmayman. Qizil xo'rozchi xola? Qizim qatda u so'yaman. Oy, o'zi bitta qatda, unim qatda. Shunga qarab so'yaman. Go'shtni qarab. Nechi pul ekanmi xola? 160 dan 150 ga ber. 2 kilo cho'lda bo'ladlar. Mazza qilishlar. shuncha mayli Yermi ekan? qani keldimi o'kamda? Nechi puldan deyapsiz buni? 10 mingdan. Davron ukam keldimi, yo'qmi? Ber shu akaga. Qiziqdi. Ha, bir ikkita ber qiziqdi. Katardan beradi, ko'paysin. Ha, nasib bo'lsa gap yo'q, muammo yo'q. Qo'lga o'rganar ekan bu. Nechi puldan ekan bular aka? Ular 170 deyapti. 170. Kelishtirib berasiz? Beramiz arzonroq kelishtirib.